Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mana shu ajoyib bolajonlarimiz uchun vitaminlar kompleksi badini ko'rib chiqamiz. Bu bad shunaqangi sehrli bad deb hisoblayman. Aynan bolajonlarimizga ham quvvat, ham ularni immunitetini oshirgan holda virus va infeksiyalarga chidamliligini oshiradi. Bilasizki, hozirgi vaqtda ko'pgina bolalarimiz injiq, ovqat yeyish qiyin, ularga yedirish qiyin va buni orqasidan ularda vitamin yetishmovchiligi kelib chiqadi. Yoki bo'lmasa yeyotgan ovqati to'liq so'rilmaydi. Chunki qovurganda, tuzlanganda yoki yana boshqa holatlarda vitaminlar o'z-o'zidan kamayib boradi. Va hozirgi vaqtda ko'pgina mahsulotlarimizda dori orqali yetishtirilayotgani uchun deyarli mahsulotlarimiz ham o'z sifatini saqlab qolmayapti. Ya'ni pomidorlarimiz, tarvuzlarimiz hammasi ko'pgina mahsulotlarimizni dori bilan yetishtirilayotgani uchun vitaminga boy hisoblanmaydi. O'zi vitaminga boy bo'lmagandan keyin, yana uni kam iste'mol qilgandan keyin albatta nafaqat bolalarda, kattalarda ham vitamin yetishmovchiligi kelib chiqadi. Bolalarimiz kasal bo'lishi esa biz onalarni ham asablariga, ham har taraflama ta'sir qiladi. Agar bolangiz mazasi bo'lmasa bog'chadan qoladi, albatta siz uni kimgadir ishonib topshirib ketishingiz kerak bo'ladi ishga ketayotganingizda, yoki maktabdan qoladi. Shunaqa holatlar kuzatilmasligi uchun sizlarni hozirdanoq bolajonlaringizga mana shunaqa multivitamin kompleksni xarid qilishingizni va ularga ichirishingizni so'rayman. Buni tarkibida barcha bolalarga zarur bo'lgan vitaminlar mavjud. Barcha B guruhlar, A, C, D vitamini, temir vitaminlari va unga qo'shimcha minerallar bilan ham boyitilgan. Bu badimizning ichida 60 ta kapsula. Buni bir kunda bir mahalgina bolajoningizga choydan keyin ichirib qo'yasizlar. 2 oyga yetadi. Qarabsizki 2 oyda bolangiz ancha quvvatga kiradi, energiyaga to'ladi, ancha injiqliklari qoladi va kam shamollaydi. Bu badimizni bolalarga ichirganlarni bog'chada bolalar shamollagan bo'lsa ham aynan uni bolasiga yuqmagan onalarimizning otsiflari juda ham ko'p. Agar siz ham bolangizni sog'lom bo'lishini xohlasangiz, bemalol bu badimizni olib bolangizga ichirishingiz mumkin bo'ladi.